Hisobot shaklini to'ldirish va yuborish may.soliq.uz sayti orqali elektron raqamli imzodan foydalangan holda amalga oshiriladi. Bunda shaxsiy kabinetga kirgandan so'ng yuridik shaxslarning hisobotlarini yuborish bo'limiga o'tiladi. Elektron shakllardan kerakli bo'lgan aksiz solig'i hisobotlari shakli orqali qat'iy stavkalar qo'llaniladigan aksiz solig'i hisob-kitobini tanlab olamiz. Soliq hisobot shaklida o'zingizga kerakli bo'lgan hisobot turi, yil, soliq davri va manzil belgilanadi. Aksiz solig'i to'lovchisi to'g'risida ma'lumot qismida avtomobillarga yoqilg'i quyish shoxobchalari tomonidan yakuniy iste'molchiga realizatsiya qilinadigan qat'iy stavkalar qo'llaniladigan aksiz solig'i hisob-kitobini tanlab olamiz. Ushbu hisob-kitobning aksiz solig'i to'lovchisi to'g'risida ma'lumotga avtomobillarga yoqilg'i quyish shoxobchasi joylashgan manzil qo'lda kiritiladi. Shundan so'ng hisob-kitob ko'rsatkichlari quyidagicha to'ldiriladi. Aksiz solig'i to'lanadigan tovar nomi tanlanadi. Hisobot davrida ishlab chiqarilgan yoki import qilingan tovarlar miqdori, soliq davrida haqiqatda realizatsiya qilingan tovarlar hajmi, o'z ehtiyojlari uchun foydalanilgan mahsulot hajmi, soliq solinadigan boshqa oborotlar hajmi kiritiladi. Soliq solinadigan bazani kamaytirish qismida eksportga realizatsiya qilish hajmi, tolling operatsiyalari bo'yicha realizatsiya qilish hajmi, mavjud imtiyozni qo'llash uchun asos bo'lgan hujjat tanlanadi va imtiyozli realizatsiya hajmi kiritiladi. Aksiz solig'ini hisoblash uchun soliq solinadigan baza, mahsulot turidan kelib chiqib so'mdagi soliq stavkasi hamda hisoblangan soliq summasi avtomatik ravishda shakllanadi. Mazkur qat'iy stavkalar qo'llaniladigan aksiz solig'i hisob-kitobining alkogolli va alkogolsiz ichimliklar, neft mahsulotlari ishlab chiqarish hamda tamaki va kartoshka chipsini ishlab chiqarish yo'nalishlari hisob-kitoblari yuqoridagi tartibda tanlanadi va to'ldiriladi. Endi advalor stavkalar qo'llaniladigan aksiz solig'i hisob-kitobini to'ldirish tartibi bilan tanishamiz. Advalor stavkali soliq hisob-kitobi tanlanadi, so'ngra mahsulot turi bo'yicha, ya'ni 163-kod, hisobot turi, yil, davr tanlanadi. Biz soliqni tanlash qismida polietilen granula uchun aksiz solig'i hisob-kitobini tanlab olamiz. Shundan so'ng hisob-kitob ko'rsatkichlari quyidagicha to'ldiriladi. Birinchi, aksiz solig'i to'lanadigan tovarlar nomi tanlanadi. Hisobot davrida ishlab chiqarilgan yoki import qilingan tovarlar miqdori, soliq davrida haqiqatda realizatsiya qilingan tovarlar hajmi, o'z ehtiyojlari uchun foydalanilgan mahsulot hajmi, soliq solinadigan boshqa oborotlar hajmi, transfert narxini belgilash natijasida olinmagan daromad summasi kiritiladi. Soliq solinadigan bazani kamaytirish qismida esa eksportga realizatsiya qilish hajmi, tolling operatsiyalari bo'yicha realizatsiya qilish hajmi hamda mavjud imtiyozni qo'llash uchun asos bo'lgan hujjat tanlanadi va imtiyozli realizatsiya hajmi kiritiladi. Shundan so'ng aksiz solig'ini hisoblash uchun soliq solinadigan baza, mahsulot turidan kelib chiqib foizdagi soliq stavkasi hamda hisoblangan soliq summasi avtomatik ravishda shakllanadi. Shuningdek, tabiiy gaz realizatsiyasini amalga oshiruvchi subyektlar tomonidan tabiiy gaz bo'yicha aksiz solig'i hisob-kitobi shaklini tanlash orqali har bir soliq davrida haqiqatda realizatsiya qilingan tovarlar hajmi hamda qiymatini kiritish orqali to'ldiriladi. Ko'rinib turibdiki, ushbu elektron hisobot shaklining satrlari ikki xil rangda aks ettirilgan bo'lib, ko'k rangdagi satrlar soliq to'lovchi tomonidan to'ldiriladi va sariq rangdagi satr esa avtomatik ravishda shakllanadi. E'tiboringiz uchun rahmat.